Aziz yoshlar, sizlarda rasm chizishga iqtidoringiz bormi? Unda sizlarni Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga o'qishga taklif etamiz. Bizning institutda 4 ta fakultet bo'lib, birinchi fakultetimiz tasviriy san'at fakulteti. Bu yerda yoshlarimiz dastgohlik rang tasviri, mahobatlik rang tasvir, teatr, kino, multfilm rassomi yo'nalishlari bo'yicha, xattotlik va miniatyura yo'nalishlari bo'yicha dunyoga mashhur rassomlardan tahsil olishadi. Endi esa e'tiboringizni ikkinchi fakultetimizga qaratamiz. Ikkinchi fakultetimiz dizayn yo'nalishi bo'lib, bu yerda yoshlarimiz badiiy foto, reklama va amaliy grafika yo'nalishi hamda interyer va sanoat dizayn yo'nalishlari bo'yicha tahsil olishadi va eng ajablantirarli yo'nalish bu libos dizayni bo'yicha malakali mutaxassislardan tahsil olishadi. E'tiborimizni 3-fakultetimizga qaratamiz. 3-fakultetimiz amaliy san'at fakulteti bo'lib, bu yerda yoshlarimiz haykaltaroshlik, amaliy san'at asarlarini qayta tiklash va me'moriy bezak yodgorliklarini qayta ta'mirlash yo'nalishlarida tahsil olishadi. Va amaliy san'at fakultetimizda yana bir yo'nalish bor. Bu yo'nalish badiiy kulolchilik yo'nalishi bo'lib, bu yerda yoshlarimiz noan'anaviy kulolchilik yo'nalishi bo'yicha tahsil olishadi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, men ham shu yo'nalishda tahsil olaman. Endi esa barcha ijodkorlarimiz yaratgan asarlarni tahlil etuvchi va muzeylardagi nodir buyumlarni o'rganuvchi fan san'atshunoslik fakultetimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Aziz yoshlar, endi esa sizlarni tez kunda qabul jarayonida kutib qolamiz. Abituriyentlar, ularning ota-onalari va yaqinlari diqqatiga. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-2022 o'quv yillarida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi qaroriga asosan joriy o'quv yilidan boshlab alohida iqtidor talab etiladigan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'qishga qabul qilishda abituriyentlardan kasbiy ijodiy imtihonlardan so'ng majburiy 3 ta ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi fanlari bo'yicha Davlat test markazi tomonidan test sinovlari o'tkazilishi belgilandi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida kasbiy ijodiy imtihonlar 2 ta mutaxassislik fanlaridan olinishi belgilandi. Bular chizma tasvir va kompozitsiya hamda amaliy ishni bajarish uchun har biriga 160 daqiqa vaqt ajratilishi belgilandi. Kasbiy ijodiy imtihonlar 2021-yilning 28-iyul sanasidan 5-avgust sanasiga qadar Toshkent shahar Mirobod tumani Mironshoh ko'chasi 123-uyda joylashgan institutning bosh binosida karantin qoidalariga qat'iy amal qilingan holda yo'nalishlar kesimida o'tkaziladi. Bunda 7-avgust zaxira kuni hisoblanadi. Abituriyentlar imtihon o'tkaziladigan binoga o'zlari yakka holda kelishlari lozim. Ularning ota-onalari va yaqinlari ijodiy imtihonlar o'tkaziladigan bino hududiga kiritilmaydi. Kasbiy ijodiy imtihonlarning o'tkazilish vaqti 6 dan 7 ga qadar imtihon o'tkaziladigan bino va auditoriyalarda dezinfeksiya ishlari olib boriladi. 7:30 dan 8:30 ga qadar abituriyentlar ro'yxatdan o'tkaziladi va imtihon jarayonlariga harorati tekshirilib, so'ngra auditoriyalarga guruh nazoratchisi hamkorligida kiritiladi hamda ijtimoiy masofa saqlangan holda joylashtiriladi. Barcha qabul jarayonlari ishtirokchilari va abituriyentlar yuz niqobi hamda bir martalik tibbiyot qo'lqoplari bilan ta'minlanadi. 8:30 dan 11:10 ga qadar chizma tasvir fanidan imtihon o'tkaziladi. 11:10 dan 12 ga qadar tanaffus, 12 dan 14:40 ga qadar kompozitsiya fanidan imtihon o'tkaziladi. 14:40 dan 15:30 ga qadar ijodiy ishlari shifrlanadi, yig'iladi va imtihon komissiyasiga taqdim etiladi. 15:30 dan 18:30 ga qadar imtihon komissiyasi tomonidan ijodiy ishlari baholanadi. 18:30 dan 19:30 ga qadar qaydnomalar tayyorlanadi va rasmiylashtiriladi. 19:30 dan 20:30 ga qadar imtihon javoblarini institutning rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Diqqat! Imtihon o'tkaziladigan binoga kirish vaqtida tana harorati 37 daraja va undan yuqori bo'lganlar bino hududiga kiritilmaydi. Kasbiy ijodiy imtihon komissiyasi xulosasidan norozi bo'lgan abituriyentlar imtihon natijalari e'lon qilingan vaqtdan boshlab 24 soat ichida institutning veb-sayti orqali apellyatsiya komissiyasiga onlayn tarzda murojaat qilishlari mumkin. Apellyatsiya jarayonlari onlayn shaklda o'tkaziladi.
kasbiy ijodiy imtihonlarni adolatli o'tkazish omillari. Birinchi omil: kasbiy ijodiy imtihon jarayonlari video kuzatuvda bo'ladi va jarayon yozib olinadi. Ikkinchi omil: kasbiy ijodiy imtihon jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri institutning MRD.uz saytida onlayn namoyish etiladi. Uchinchi omil: kasbiy ijodiy imtihon jarayoniga auditoriya nazoratchisi va kuzatuvchisi sifatida xalq ta'lim sohasi mutaxassislari jalb etiladi. To'rtinchi omil: yakunlangan ijodiy ishlar auditoriya kuzatuvchisi tomonidan shifrlanadi va maxsus xonada baholash uchun komissiya tarkibiga taqdim etiladi. Beshinchi omil: abituriyentlarning bajargan ishlarini baholashga komissiya raisi sifatida institutda ishlamaydigan O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademiklari, O'zbekiston xalq rassomlari, O'zbekiston san'at arboblari, fan doktorlari va professorlar jalb etiladi. Ijodiy ishlar baholangandan so'ng shu kunning o'zida institut saytida e'lon qilinadi. Institutda call center xizmati tashkil etilgan. Bu xizmat ish vaqti dushanbadan shanbagacha soat 9 dan 18 ga qadar. Qabul jarayoniga oid ma'lumotlar institutning veb-sayti, shuningdek MRD Qabul 2021 rasmiy Telegram kanali, Facebook ijtimoiy tarmog'ida Kamoliddin Begzod MRD sahifasi orqali berib boriladi. Iste'dodli va san'atsevar yoshlarimizni institutimizga taklif etamiz. Keling, o'qing, o'rganing va ijodkor bo'ling.